Kariz qaynonam bilan O'zbekistonda karizcha oshxona ochamiz deb videoda aytgandim. Ko'pchilikka yoqib tushdi. Davay oching, bu joydan, bu viloyatdan, u tumandan oching deb rosa ko'pchilik yozishdi. Inshaalloh yaqinda kariz qaynonam bilan O'zbekistonga boramiz va O'zbekistonda oshxona ochmoqchimiz. U yerda ramyonlar, halol kimbaplar, xullas karizcha foydali ovqatlar ham bo'ladi. Xudo xohlasa Gangnam Style magazini ham ochiladi inshaalloh yaqinda va o'sha magazini yonida kariz qaynonam bilan birgalikda oshxona ochamiz. Ham kosmetika olib ketasizlar, ham karizcha ovqatlar ham yeb ketasizlar inshaalloh. Bismillah. Lekin birinchi qaynonamni O'zbekistonga olib borib ko'rsatib kelishim kerak O'zbekistonni. O'tgan safar ham O'zbekistonga borganimda qaynonam bora olmadilar. Chunki ishxonalardan bunaqa ko'pga ruxsat ololmaydilar-da, Koreyada ruxsat bermaydi. O'shanga. Kariz qaynonam bilan birgalikda O'zbekistonda oshxona ochishimizni xohlasangiz, iltimos bizni qo'llab-quvvatlab turinglar va obuna bosib qo'yinglar.